Salom, hurmatli tomoshabinlarim. Bugun siz bilan O'zbekistonning barcha fuqarolari uchun o'ta muhim bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Bu ma'lumot shunchalik dolzarbki, u nafaqat sizning, balki yaqinlaringizning ham moliyaviy ahvoliga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga Davlat bankidan katta miqdordagi qo'shimcha to'lovni qanday olish mumkinligi haqida batafsil ma'lumot beraman. Ishonchim komilki, ko'pchiligingiz bu imkoniyatdan bexabar bo'lishingiz mumkin yoki bu haqdagi ma'lumotlarga to'liq ega emassiz. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Chunki bugungi videom sizning hayotingizda sezilarli o'zgarish yasashi mumkin. Bu videoni oxirigacha ko'rishingizni, hoziroq kanalimga obuna bo'lishingizni va like tugmasini bosishingizni so'rayman. Muammo mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi azizlarim? Avvallari davlat banklari asosan aholiga standart bank xizmatlarini ko'rsatish, ya'ni depozitlarni qabul qilish, kreditlar berish, kommunal to'lovlarni o'tkazish kabi vazifalarni bajarardi. Hukumat tomonidan belgilangan ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va pensiyalar ham ushbu banklar orqali amalga oshirilardi. Ammo bu jarayonlar ancha sodda va cheklangan edi. Ko'pchilikning fikricha, banklar faqat o'z faoliyatlari bilan shug'ullanishi kerak edi va davlatdan keladigan katta miqdordagi qo'shimcha to'lovlar haqida deyarli hech kim o'ylamasdi. Vaziyat turg'un edi. Moliyaviy mexanizmlar shaffof emasdi va ba'zida fuqarolar o'zlariga tegishli bo'lgan ayrim imtiyozlar yoki to'lovlar haqida hatto bilmasdan ham qolib ketishardi. Aholining moliyaviy savodxonligi ham hozirgidek yuqori darajada emasdi. Shu bois ko'plab imkoniyatlar shunchaki e'tibordan chetda qolardi. Biroq so'nggi yillarda ayniqsa mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirishga qaratilgan siyosat doirasida vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratmoqda. Natijada bir qator yangi davlat dasturlari va tashabbuslari joriy etildi. Eng muhimi, endilikda davlat banklari nafaqat odatiy bank xizmatlarini ko'rsatish, balki aynan shu yangi ijtimoiy dasturlar doirasida aholiga bevosita moddiy yordamni yetkazishda muhim rol o'ynamoqda. Gap shundaki, ba'zi davlat banklari orqali fuqarolarga oldinlari noma'lum bo'lgan. Ammo hozirda juda muhim bo'lgan qo'shimcha to'lovlar ajratilmoqda. Bu to'lovlar, masalan, eski davrlardagi jamg'armalarni kompensatsiya qilish, aholining ayrim qatlamlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash yoki maxsus loyihalar uchun ajratilgan mablag'lar bo'lishi mumkin. Bu to'lovlar shunchaki mayda-chuydalar emas, balki ba'zan bir necha million so'mga yetadigan jiddiy summalardir. Afsuski, bu haqida rasmiy, keng miqyosli ma'lumotlar hammaga ham yetib bormayapti. Shu sababli ko'pchilik o'zlariga tegishli bo'lgan bu katta doplatani olish imkoniyatini qo'ldan boy bermoqda. Bugun biz aynan shu bo'shliqni to'ldiramiz va bu imkoniyatdan to'liq foydalanish yo'llarini o'rganamiz. Birinchi asosiy qism nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlarga bu taalluqli emas demak. Hurmatli do'stlar, ushbu qo'shimcha to'lov nima ekanligini, kimlar uni olish huquqiga ega ekanligini va kimlar unga umid qilmasligi kerakligini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu yerda har bir detal muhim. 1. Ushbu qo'shimcha to'lovning mohiyati. Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, bu katta doplata bir nechta turdagi moliyaviy yordamni o'z ichiga olishi mumkin. Eng ko'p tarqalgan ikkita yo'nalish mavjud. Eski davrdagi jamg'armalar uchun kompensatsiyalar. Ma'lumki, sobiq ittifoq davrida ko'plab fuqarolarimiz o'z pullarini davlat jamg'arma banklarida saqlashgan. Mustaqillik yillarida o'sha mablag'larning qiymati inflyatsiya tufayli sezilarli darajada tushib ketgan edi. Hukumatimiz bu muammoni hal qilish maqsadida ba'zi davlat banklari orqali o'sha eski jamg'armalarni qisman yoki to'liq kompensatsiya qilish bo'yicha maxsus dasturlarni ishga tushirdi. Bu pullar shunchaki qaytarib berilmaydi. Balki o'sha davrdagi summaning hozirgi ekvivalenti yoki undan yuqori miqdorda to'lanishi mumkin. Bu esa shubhasiz katta doplatani tashkil etadi. Aholining muayyan qatlamlari uchun yangi ijtimoiy to'lovlar va subsidiyalar. Hukumatning ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish bo'yicha qabul qilgan qarorlari doirasida kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar, ko'p bolali oilalar va boshqa ehtiyojmand qatlamlar uchun davlat banklari orqali bevosita moliya yordamlar taqdim etilmoqda. Bu nafaqat standart pensiya yoki nafaqalar, balki yuqorida aytib o'tganimizdek qo'shimcha maxsus dasturlar doirasidagi to'lovlardir. Bu dasturlar ko'pincha ma'lum bir maqsadlarga, masalan, uy-joy sharoitini yaxshilash
bolalarni maktabga tayyorlash yoki qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun yo'naltirilishi mumkin. Kimlar ushbu qo'shimcha to'lovni olishi mumkin? Kimlar tashvishlanishi kerak? Bu eng muhim savollardan biri. Haqiqatan ham bu to'lovlar hammaga ham tegishli emas. Siz quyidagi guruhlardan biriga mansub bo'lsangiz, demak sizga bu ma'lumot to'liq taalluqli. Pensionerlar va nafaqaxo'rlar, ayniqsa 1991 yilgacha bo'lgan davrda davlat jamg'arma banklarida, masalan, Omonat banki yoki boshqa shu turdagi muassasalarda pul mablag'larini saqlaganlar. Hukumat tomonidan qabul qilingan qarorga ko'ra, ularning eski jamg'armalarini qisman qoplash bo'yicha maxsus dastur mavjud. Masalan, tasavvur qiling, Oysha opa, u 1990 yilda Omonat bankidagi hisob raqamida 5000 so'm pul saqlagan edi. O'sha davrdagi 5000 so'mning hozirgi xarid qobiliyatini hisobga olgan holda, hukumat tomonidan belgilangan koeffitsiyentlar asosida unga 2010 million so'm miqdorida kompensatsiya puli ajratilgan. Bu shunchaki bir misol. Haqiqiy summalaringiz sizning omonat miqdoringiz va omonat qo'yilgan sanaga qarab farq qilishi mumkin. Lekin ko'rib turganingizdek bu jiddiy pul. Kam ta'minlangan oilalar va ehtiyojmand fuqarolar. Agar sizning oilangiz kam ta'minlangan deb tan olingan bo'lsa yoki nogironligi bo'lgan a'zosi bo'lsa, siz maxsus ijtimoiy dasturlar doirasida qo'shimcha moddiy yordam olish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. Bu nafaqat oylik nafaqalar, balki bir martalik yoki ma'lum maqsadlar uchun ajratilgan yordamlar bo'lishi mumkin. Masalan, Karimova oilasi. Ular 2 nafar maktab yoshidagi farzandlari bor va oila a'zolaridan birining nogironligi tufayli kam ta'minlanganlar qatoriga kiritilgan. Davlatning yangi dasturiga ko'ra, har bir maktab yoshidagi bola uchun maktabga tayyorgarlik uchun 500 ming so'mdan umumiy 20 million so'm bir martalik yordam ajratilgan. Bundan tashqari, nogironligi bo'lgan oila a'zosini parvarish qilish uchun ham har oyda qo'shimcha 300 ming so'm miqdorida doplata tayinlangan. Ko'p bolali oilalar, hukumat ko'p bolali oilalarni doimiy ravishda qo'llab-quvvatlaydi. Ba'zi dasturlar doirasida ularga uy-joy sharoitini yaxshilash, kommunal to'lovlarni qoplash yoki bolalarni o'qitish uchun qo'shimcha mablag'lar ajratilishi mumkin. Masalan, Aliyevlar oilasi 5 farzandni tarbiyalaydi. Ular davlat bankining maxsus dasturi bo'yicha uy-joy sharoitini yaxshilash uchun 1 million so'mlik subsidiyaga ega bo'lishdi. Bu subsidiyani ular yangi uy sotib olish yoki mavjud uyini ta'mirlash uchun ishlatishlari mumkin. Yolg'iz keksalar va boquvchisini yo'qotganlar, ushbu toifadagi fuqarolar ham maxsus ijtimoiy himoya dasturlari doirasida qo'shimcha yordam olishlari mumkin. Masalan, 75 yoshli Mavluda buvi yolg'iz yashaydi va uning qaramog'ida hech kim yo'q. Uning kommunal to'lovlari uchun har oy 70 ming so'm miqdorida davlat banki orqali qo'shimcha kompensatsiya to'lovi amalga oshiriladi. 300. Kimlarga bu taalluqli emas, kimlar umid qilmasligi kerak. Bu juda muhim. Chunki vaqtingizni va kuchingizni bekorga sarflashingizni istamayman. Quyidagi hollarda sizga bu to'lovlar taalluqli bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Agar siz hech qachon davlat banklarida eski davrdagi jamg'armalarga ega bo'lmagan bo'lsangiz, ya'ni 1991 yilgacha bo'lgan davrda bankka pul qo'ymagan bo'lsangiz, agar siz yuqorida sanab o'tilgan ehtiyojmand qatlamlarga kirmasangiz va sizning oilaviy ahvolingiz qoniqarli deb topilsa, ya'ni siz kam ta'minlangan ko'p bolali, nogironligi bo'lgan shaxsga ega oila a'zosi yoki yolg'iz pensioner bo'lmasangiz, agar sizda barcha shaxsiy hujjatlaringiz tartibda bo'lmasa yoki ular sizning bank ma'lumotlaringizga mos kelmasa, shuning uchun hujjatlaringizni doim tartibli tutishingiz muhim. Agar siz maxsus davlat dasturlariga murojaat qilish muddatini o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, ba'zi dasturlar cheklangan muddatga ega bo'lishi mumkin. Ikkinchi asosiy qism istisnolar. Qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozik nuqtalar endi. Hurmatli tomoshabinlarim, bu jarayonda duch kelishingiz mumkin bo'lgan ba'zi istisnolar, qaltis jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik nuqtalarni ko'rib chiqamiz. Bu sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi va to'g'ri qaror qabul qilishingizga yordam beradi. Birin, istisnolar va maxsus holatlar, meros qilib olingan jamg'armalar. Agar siz marhum ota-onangiz yoki bobo-buvingizning 1997 yilgacha bo'lgan bank jamg'armalariga merosxo'r bo'lsangiz, siz ham bu kompensatsiyani olish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. Biroq bu holatda merosxo'rlikni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnoma talab qilinadi. Bu jarayon biroz murakkabroq bo'lishi mumkin, ammo imkonsiz emas.
Bank sizdan barcha tegishli hujjatlarni talab qiladi va ularni sinchiklab tekshiradi. Bankning birlashishi yoki qayta tashkil etilishi. Ba'zi holatlarda sizning eski jamg'armalaringiz saqlangan bank hozirda mavjud bo'lmasligi, boshqa bankka qo'shib yuborilgan bo'lishi yoki qayta tashkil etilgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda ham xavotir olmang. Odatda huquqiy voris bank sizning talablaringizni qondirish majburiyatini oladi. Siz o'sha voris bankka murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Davlat banklari odatda bu ma'lumotlarni o'z ma'lumotlar bazasida saqlaydi. Nogironlik darajasining o'zgarishi, agar sizda avval nogironlik bo'lgan, ammo keyinchalik uning darajasi o'zgargan bo'lsa, masalan, og'ir darajadan yengilroq darajaga o'tgan bo'lsa, siz hali ham ayrim davrlardagi to'lovlar uchun huquqqa ega bo'lishingiz mumkin. Eng muhimi, tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasining ta'miq xulosalarini saqlab qo'yishdir. 2. Qaltis shiyatlar va ehtiyot choralari, firibgarlar va yolg'on ma'lumotlar. Afsuski, bunday katta to'lovlar haqidagi xabarlar ko'plab firibgarlarning paydo bo'lishiga ham sabab bo'ladi. Hech qachon o'zingizning bank kartangiz raqamini, PIN kodini, bankdagi hisob raqamining to'liq ma'lumotlarini yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodlarini begona shaxslarga bermang. Bank xodimlari sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydilar. Agar sizga davlat bankidan qo'shimcha pul olish uchun komissiya to'lashingiz kerak degan xabar kelsa, ishonmang, bu mutlaq yolg'on. Davlat tomonidan beriladigan hech qanday to'lov uchun sizdan oldindan komissiya olinmaydi. Har doim shaxsiy ma'lumotlaringizni faqat bankning rasmiy filiallarida shaxsiy ishtirokingiz bilan taqdim eting. Noma'lum veb saytlar va havolalar. Agar sizga elektron pochta yoki xabar orqali qo'shimcha to'lovni rasmiylashtirish uchun ushbu havolaga o'ting mazmundagi xabarlar kelsa, ularga aslo ishonmang. Bu firibgarlarning tuzog'i bo'lishi mumkin. Har doim faqat bankning rasmiy veb sayti yoki davlat organlarining tasdiqlangan portallaridan foydalaning. Ma'lumotlarning eski bo'lishi. Agar sizning pasportingiz yoki boshqa shaxsni tasdiqlovchi hujjatlaringizdagi ma'lumotlar eskirgan bo'lsa, masalan, familiya o'zgargan, manzil o'zgargan, pasport muddati o'tgan bo'lsa, bu to'lovni olish jarayonini murakkablashtirishi yoki kechiktirishi mumkin. Shuning uchun bankka murojaat qilishdan oldin barcha hujjatlaringizni yangilaganingizga ishonch hosil qiling. O'tin. Oshkor bo'lmagan nozik nuqtalari. Murojaat muddatlari. Ba'zi qo'shimcha to'lov dasturlari cheklangan muddatga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni ma'lum bir sanoatga siz bu imkoniyatni qo'ldan boy berishingiz mumkin. Shu sababli ma'lumotni eshitishingiz bilan tezroq harakat qilish muhim. Banklarning rasmiy saytlari yoki kol markazlari orqali aniq muddatlarni bilib oling. Avtomatik to'lovlar emas. Ko'pchilik bu to'lovlar avtomatik tarzda hisobiga tushadi deb o'ylashi mumkin. Yo'q, aksariyat hollarda bu shunday emas. Sizning o'zingiz bankka murojaat qilib, tegishli arizani topshirishingiz va kerakli hujjatlarni taqdim etishingiz talab qilinadi. Bu to'lovlar sizning tashabbusingiz bilan amalga oshiriladi. Hisob raqamining turi. Ba'zi to'lovlar faqat ma'lum turdagi bank hisob raqamlariga, masalan, pensiya kartasi yoki ijtimoiy to'lovlar uchun ochilgan maxsus hisob raqami o'tkazilishi mumkin. Agar sizda bunday hisob raqami mavjud bo'lmasa, bank sizga uni ochishda yordam beradi. Soliqqa tortilishi. Xushxabar shundaki, aksariyat hollarda davlat tomonidan ajratiladigan ijtimoiy to'lovlar va kompensatsiyalar soliqqa tortilmaydi. Bu siz olgan mablag'ni to'liq miqdorda ishlatishingiz mumkin degandir. Lekin shunga qaramay, bank xodimlaridan bu haqida aniqlik kirish ortiqcha bo'lmaydi. Mahalla komiteti bilan hamkorlik, ba'zi ijtimoiy dasturlar bo'yicha ma'lumotlar va murojaatlar mahalliy mahalla komitetlari orqali ham to'planishi mumkin. Shuning uchun bankka borishdan avval mahalla faollari yoki mahalla raisi bilan maslahatlashish sizga foyda berishi mumkin. Ular dastlabki maslahatni berishlari va qanday hujjatlar kerakligini taxminan aytishlari mumkin. Amaliy maslahatlar. Nima qilishingiz kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar. Endi esa barcha nazariy ma'lumotlardan so'ng eng muhim qismga o'tamiz. Sizning amaliy harakatlaringiz, nima qilishingiz kerakligi bo'yicha aniq va tushunarli ko'rsatmalar. Bularni qadam-baqadam bajarsangiz, muvaffaqiyatga erishishingizga ishonaman. 1. Muvofiqligingizni tekshiring. Birinchi qadam siz ushbu to'lovlar uchun haqiqatan ham munosibmisiz yoki yo'qligini aniqlash. Yuqorida aytib o'tilgan guruhlardan biriga kirsangiz, bu birinchi ishoradir. Qayerda tekshirish kerak? Davlat bankining rasmiy veb sayti. Ko'plab davlat banklari, masalan,
O'zbekiston Respublikasi Xalq banki yoki Agrobank kabi yirik banklar o'z veb saytlarida bunday dasturlar haqida ma'lumot beradi. Odatda aholiga yoki ijtimoiy himoya bo'limlarida tegishli ma'lumotlarni topish mumkin. Eski jamg'armalar uchun kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam dasturlari kabi so'zlar bilan qidirib ko'ring. Bankning gal markazi bu eng tez va samarali yo'llardan biri. Bankning rasmiy gal markaz raqamiga qo'ng'iroq qilib, operatorga savolingizni aniq tushuntiring. Masalan, 1931 yilgacha bo'lgan jamg'armalarim uchun kompensatsiya olish imkoniyati bormi? Yoki kam ta'minlangan oilalar uchun yangi ijtimoiy to'lovlar haqida ma'lumot bermoqchimisiz? Operator sizga dastlabki ma'lumotlarni berishi va keyingi qadamlar haqida yo'naltirish berishi mumkin. Mahalla komiteti. Agar siz ijtimoiy yordam dasturlari bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, mahallangizdagi mahalla raisi yoki mahalla faollariga murojaat qilish ham mumkin. Ular ko'pincha bunday dasturlardan xabardor bo'ladi va sizga qaysi hujjatlar kerakligi haqida maslahat berishi mumkin. Davlat xizmatlari markazlari. DX bu markazlar ham ba'zi ijtimoiy dasturlar bo'yicha murojaatlarni qabul qilishi mumkin. Lekin bank bilan bog'liq masalalarda bevosita bankka murojaat qilish samaraliroq bo'lishi mumkin. 2. Hujjatlarni tayyorlash. Muvofiqligingizni tasdiqlaganingizdan so'ng kerakli hujjatlarni to'plashga kirishing. Bu jarayon juda muhim, chunki biron bir hujjatning yo'qligi yoki noto'g'ri bo'lishi sizning arizangizni rad etilishiga olib kelishi mumkin. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasporti yoki ID karta. Pasportingiz muddati o'tmaganligiga, undagi ma'lumotlar aniq va o'qishli ekanligiga ishonch hosil qiling. Bank hisob raqami ma'lumotlari. Agar sizda mavjud bo'lsa, davlat banklaridan birida ochilgan hisob raqamingiz rekvizitlari plastik karta raqami emas, balki IBAN raqami. Agar yo'q bo'lsa, bank xodimlari sizga uni ochishda yordam berishadi. Eski jamg'arma daftarchasi, omonat kitobchasi. Agar siz eski davrdagi jamg'armalar uchun kompensatsiya olishni xohlasangiz, o'sha davrga oid omonat kitobchangizni topishingiz kerak bo'ladi. Hatto u juda eski va yomon holatda bo'lsa ham, uni olib boring. Unda sizning ismingiz, familiyangiz, omonat miqdori va sanasi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar kitobcha yo'qolgan bo'lsa, bank arxividan ma'lumot olishga harakat qilishingiz mumkin. Lekin bu biroz qiyinroq bo'ladi. Pensiya guvohnomasi. Agar pensioner bo'lsangiz, bu sizning pensiya oluvchi ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat. TMA xulosasi. Agar nogironligingiz bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasining xulosasi. Nikoh qayd etilganligi to'g'risidagi guvohnoma, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Ko'p bolali yoki kam ta'minlangan oilalar uchun bu hujjatlar zarur bo'lishi mumkin. Mahalla komitetining ma'lumotnomasi. Ba'zi ijtimoiy dasturlar uchun sizning kam ta'minlanganligingizni yoki oilaviy ahvolingizni tasdiqlovchi mahalla komitetining ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. Uch qayerga borish kerak? O'zingizga yaqin joylashgan davlat bankining filialiga tashrif buyuring. Masalan, Xalq banki, Agrobank, Mikrokredit bank kabi banklar. Odatda bu to'lovlar uchun maxsus bo'limlar yoki mas'ul xodimlar mavjud bo'ladi. Bankka kirgach, navbatga turish tizimidan jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish yoki ijtimoiy to'lovlar bo'limini tanlang. Bank xodimiga murojaatingizning sababini aniq tushuntiring. Davlatdan ajratiladigan qo'shimcha to'lovni rasmiylashtirish uchun keldim deb ayting. 4. Arizani qanday yozish kerak? Bank xodimi sizga tegishli arizaning blankasini taqdim etadi. Uni diqqat bilan va to'liq to'ldiring. Arizada sizning pasport ma'lumotlaringiz, seriyasi, raqami, kim tomonidan va qachon berilgani, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz aniq ko'rsatilishi shart. Bank hisob raqamingizni aybi ham to'g'ri yozing. Agar hisob raqamingiz bo'lmasa, bank xodimi sizga uni ochishda yordam beradi va arizaga o'sha yangi hisob raqamini kiritasiz. Arizada murojaatingiz sababini, ya'ni qaysi dastur doirasida to'lov olishni istayotganingizni aniq ko'rsating. Masalan, 1911 yilgacha bo'lgan jamg'armalar uchun kompensatsiya yoki kam ta'minlangan oilalar uchun ijtimoiy yordam. Arizaga kerakli hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Asl nusxalarni faqat bank xodimiga ko'rsatish uchun olib boring, ularni topshirmang. Faqat nusxalar qoladi. Arizani imzolashdan oldin undagi barcha ma'lumotlarning to'g'riligini yana bir bor tekshiring. 5. Murojaatdan keyingi harakatlar. Arizangiz qabul qilinganligi haqida tasdiqlovchi hujjat yoki kvitansiya oling. Bu kelajakda biror muammo yuzaga kelsa,
sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun muhim dalil bo'ladi. Unda ariza raqami va qabul qilingan sana ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bank xodimidan murojaatingizni ko'rib chiqish muddati haqida so'rang. Odatda bunday arizalarni ko'rib chiqish bir necha kundan bir necha haftagacha davom etishi mumkin. Ushbu muddat ichida bankdan qo'ng'iroq bo'lmasa, siz yana kol markaziga qo'ng'iroq qilib yoki shaxsan bankka tashrif buyurib, arizangizning holatini bilib olishingiz mumkin. Ariza raqamini aytishni unutmang. Agar arizangiz ma'qullansa, mablag' sizning ko'rsatgan hisob raqamingizga o'tkaziladi. SMS xabarnoma orqali yoki bank ilovangiz orqali pulning kelib tushganligini tekshirib turishingiz mumkin. Bu qadamlarni jiddiy qabul qiling va har bir detalga e'tibor bering. Moliyaviy masalalarda ehtiyotkorlik hech qachon ortiqcha bo'lmaydi. Xulosa va yakuniy chorlab aziz do'stlarim. Bugungi videomizda biz Davlat bankidan olinishi mumkin bo'lgan katta miqdordagi qo'shimcha to'lovlar haqida juda batafsil ma'lumot oldik. Sizga bu to'lov nima ekanligi, kimlar uni olish huquqiga ega ekanligi, qanday qaltis jihatlardan ehtiyot bo'lish kerakligi va eng muhimi, uni olish uchun qanday amaliy qadamlarni amalga oshirish kerakligi haqida tushuntirishga harakat qildim. Siz shunchaki shaxsiy hisob raqamingizda o'z pulingizni saqlamayapsiz. Balki davlat tomonidan taqdim etilayotgan muhim moliyaviy imkoniyatni qo'ldan boy berayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu ma'lumot sizning oilaviy budjetingizga sezilarli darajada yordam berishi mumkin. Shuni unutmangki, harakat qilsangizgina natijaga erishasiz. Murojaat qilishdan, so'rashdan va o'z haqqingizni talab qilishdan aslo tortinmang. Davlat o'z fuqarolarini qo'llab-quvvatlash uchun bu dasturlarni joriy qilgan. Endi navbat sizda bu imkoniyatdan to'liq foydalanish. Agar sizda bu borada savollar tug'ilgan bo'lsa, pastdagi izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang va kanalimga obuna bo'ling. Toki kelgusi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormang. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang, moliyaviy savodxonligingizni oshiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.